Assalomu alaykum hammaga. Xullas sizlar bilan yana biz uychi bolalar Qumaruvda, Sergeli Qumaruvda ikkita yonma-yon Hasan Husanlik aka-ukalarga mo'ljallangan uyimiz turibdi. Bittasi 1.8 sotuv, bittasi 1.6 sotuv. Narxi 95-96 ming atrofida. Xullas 1.8 sotuv ko'ryapmiz, pastda podvali bor, ziloniy zona, tak sanuzel, to'rxona plus hol bo'lyapti. To'rxona plus hol, 100% tepli pol, uychaga kiraverishimiz bilan o'ng qo'limizda bu yerda mana bolalar yotoqxonasi. Butdan chiqib mana kuxnyasini ko'ramiz. Bu yerda mana bitta xonasi. Kirish bilan hozirgi kunda yuzingizga issiq ursa mazza-da. Uyimiz tepli bo'ldi, bu hol, bu yerga har doimgidek biz tomonidan bitta bonus televizor zo'ridan. Xullas, o'rta hovli ko'rishimiz mumkin. Sanuzel. Kattalar yotoqxonasi va shamol aylanadigan joyi bor. Bu yerda mana sanuzel, dushovoy ko'rishimiz mumkin. Va lekin zali katta ekan, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zal katta, holati yaxshi. Xullas, uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi. Qanaqadir variant bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kimda qanaqadir uy bo'ladigan bo'lsa, 2 xonali, 1 xonali, 3 xonali imkon qadar Sergeli atrofida. Unga ham barter qilib ustidagi summasini gaplashsak bo'ladi deyishyapti uy egalari. Uyimiz har doimgidek ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar, hammaga rahmat.